Nima uchun erkak psixologiyasini har bitta ayol kishi bilishi kerak? Sababi har kuni ayollar erkaklar bilan muloqot qiladi. Yosh qizcha esa o'zini otasi bilan, aka-ukalari bilan, bog'chada, maktabda, o'zining tengqurlari bilan, ya'ni boshqa jins vakili bilan muloqotga kirishadi. Yokida turmush qurgan ayollar har kuni o'zini jufti haloli bilan, turmush o'rtog'i bilan ham sog'lom va to'g'ri munosabat qurishni o'rganishi kerak bo'ladi. Yokida katta erkak kishi ham yoki ayollar ham o'zini o'g'il farzandini kelajakda mas'uliyatli, baxtli, sog'lom erkak qilib tarbiya qilish uchun ularni tabiatini, ularning psixologiyasini juda ham yaxshi bilish kerak bo'ladi. Agar siz turmush o'rtog'ingiz bilan sog'lom va baxtli munosabatlarni qurmoqchi bo'lsangiz, eng birinchi navbatda juftingizni psixologiyasini o'rganishingiz kerak. Agar siz o'g'il farzand o'stirayotgan bo'lsangiz va bu o'g'lingiz kelajakda juda ham kuchli va baquvvatli, umuman maqsadlari bor, oliy maqsadlarni amalga oshiradigan, jamiyatda o'zini o'rniga ega bo'ladigan va baxtli oilani bir boshqaruvchisi bo'ladigan erkak qilib tarbiya qilishni istasangiz, bunda ham erkak psixologiyasi sizga yordam beradi. Xullas kalom, har bitta ayol uchun must have, ya'ni ularni kundalik hayotida kerak bo'ladigan bilimlar erkak psixologiyasi kursida barchasi jamlangan. Biz barchangizni erkak psixologiyasi kursiga taklif qilamiz va sizni kutib qolamiz.